Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz ustozlar. Men hozir mana Bekobod tumani 2-maktabida juda ham bir hayajon bilan turibman. Negaki mening birinchi ustozlarim aynan mana shu Bekobod tumanida rahmatli ustozimiz Qirimqul Qodirov adib va shoir, Alloh begalik ustozim biri nasrda, bitta nazmda doim meni ijodimni ko'rib, ta'rif qilib borgan. Birinchi chiqqan she'rimni maktabda yozganman. Uni keyinchalik ustozimiz Alloh Begaliyev va boshqa ustozlar Gulxan jurnalida chiqargan. Hozir shu she'rimni aytib beraman. Inobatga oyisi berdi shishada qaymoq. Ukajoningga bergin, tegmasin mushuk maymoq. Xo'p dedi-yu inobat oyisini kuzatdi. Ona ishga ketganda ukaga non uzatdi. 3 yashar Abdusalim mazza qilib yedi non, qaymoqni pokiza tushirdi Inobatxon. Shunday qilib Salimjon quruq nonga to'yarkan, uka boqib qaymoqni Inobat yeb qo'yarkan. Kutubxonasiga yangi chiqqan 2 ta kitobimizni sovg'a qilamiz. Marhamat ustoz keling. Bu kitoblardan biriga so'ng so'zni ustozim Alloh Begaliyev yozgan. Allohga bittasini siz topshirasiz keling. Bittasi Jadidlar Javhari deb nomlanadi. Ustozim topshiradi. So'ng so'z yozgan. Marhamat. Ayol va oy nomlangan. Bilim ustozimizda juda qattiq ko'rigidan o'tgan. Rahmat maktabga